Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar e'tiborlaringizga shunday non topar bir mashinani havolatga o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 353 deb aytiladi, sotilajak. Hozir egalari o'zi tushuntirib beradilar, neri mashina nechik. Biz hozir Azarisda taxta yog'och bozor ichida turibmiz. Bu mashin ishda hozir. Yuklab turibdi, yurib turgan mashin. Assalomu alaykum og'a. Saqlamsiz, saqlanasiz, yaxshimi, amas yuribmisiz? Qanday mashinangiz haqida o'zingiz ozgina tushuncha berib bersangiz, nechik bu non topar mashin, 53 samansual. İşide işlab yurgan mashin, Azaris territoriyasida. Motorlari remont olib, tayyor mashin bu. 9 million chiqarib, yaqinda motori korobkani remont ettirdim zakonlatib. Eldinki balalari bo'limini yurib turgan mashin, ishlab yurgan mashin. Vallahi balalari toza. 4 baloni toza, eldinkisi bo'limini. Oldingi balonlarning holatlari o'zlarining ichi mashinani izinki balonlarini 4'sini ham almashlaqanlar yana o'zi toza ko'rinib ham turibdi. Mana bu ishlab turgan mashin bu yerda yana yuklab turibdilar hozir. Mashin muhammanki ekan. Beni gaz qo'yilgan. Salon kısmı. Ağa endi buni necha so'mga bereceksiniz? Necha dedingiz? 50 deb turibman, kelishtiramiz, yana 1-2 so'm qaytib beramiz, xudo xolasa. Kelaversinlar, so'raversinlar, shu telefon urib. Mashina tushunadigan sho'pir akalarimiz buni biladi. Aytilishi 50. Bu aytilish bahası gelib, görüb, tartışıb, savdatib olinadi mashin deganda. Hozir vazikam oldim, mana bu vazik menikidan. Şuna ikisine üspet etemin durpman bir özüm. Şuna birisini satıp verip pul baylap yatmasın dep satacakman birisini. Qayndi bu telefon nömeri kaldırıp verseniz, buna kızık bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bir YouTube'a yükleyen vaqtında taşab beramiz. Bo'ldi. Ayting qanday nomeringizni? 99 bilan 023 97 92 adınız kim? İzzet adım. Atlar izle degan, xudo xolasa telefon aytaverasizlar, non topar mashin bu. O'zi sho'pir ağalarimiz biladi, buni chiqmaligini shu yerda Azarisda taqsimot qilib turgan mashin. 300, 400, 500 ming so'm gününe indamay ishlaydi. 500 mingdan ishlaydigan kunini. Qiziq bo'ladi bo'lsa kelib telefon uraversinlar. Shu bilan video yakunlaymiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, so'rab surishtirib yurgan ağalarimiz bo'lsa, video tashab qo'yamiz, xudo xolasa. Sog' salomat bo'lasizlar.